Assalomu alaykum aziz Arfe kanalkasi ishqibozlari. Mana ikkinchi partiya 25 kunlik, 27 kunlik Arfe jo'jalari. Bularni ota-onalaridan ajratib oldik. Endi sayroq o'rgatiladigan xonamizga olib kirib, valerga qo'yib yuboramiz. Xudo xolasa zo'r sayroqlar chiqishi kerak. Ota-onalari endi tillovga kiradi. Xudo xolasa mana jo'jalarimiz o'zi mustaqil bo'ldi endi. Ba'zilarini ota-onalari qanotlaridagi patlarni, dumlarini yulib tashlashgan stroy material uchun. Ba'zida shunaqalar ham ushlab turadi. Arfe jo'jalari. Bular endi sayroq o'rganadigan xonada valerga qo'yib yuboramiz. Zo'r sayroqlarni o'rganadi xudo xolasa. Arfe jo'jalari. Samarqand. Bular sotilmaydi. Xudo xolasa kuzlarda tayyor bo'lganda sayroqqa chiqqandan keyin sotuvga chiqaramiz.